Salom qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bir hafta vaqtinglarni yaxshi o'tkazsanglarmi? Bugun biz olamning yaratilishi 22 bobni ko'rib o'taylik. Oldi bilan olamning yaratilishi 22 bobni bir qatam o'qib chiqaylik. Olamning yaratilishi 22 bob. Bu voqealardan keyin Xudo Ibrohimning e'tiqodini sinab, uni Ibrohim deb chaqirdi. Ibrohim labbay dedi. Xudo uningga sen o'g'lingni, ya'ni amroq yolg'iz o'g'ling Ishoqni elib Moraya rayoniga berib, men ko'rsatadigan tog'ning ustida uni ko'ydirma qurbonlik sifatida menga atig'in dedi. Ertasi saharda Ibrohim eshakni egarlab, Ishoq bilan ikki chaqirani elib, ko'ydirma qurbonlikqa ishlatadigan o'tinlarni tayyorlab, Xudo ko'rsatgan joyga qarab mangdi. 3-kuni Ibrohim u yerni yiroqdan ko'rdi va chaqarlarga sizlar eshak bilan bu yerda turib turinglar. Balam ikkimiz u yerga berib ibodat qilib kelaylik dedi. Ibrohim Ishoqqa o'tinlarni ko'tarib, o'zi qo'liga pichoq bilan o't elib, Ishoq bilan yurib ketdi. Ishoq ata deb chaqirdi. Ibrohim ha o'g'lim dedi. O't bilan o'tim bor, lekin ko'ydirma qurbonlikqa ishlatadigan qo'ziqini deb so'radi Ishoq. Ibrohim uningga Ey o'g'lim, qurbonlik qildigan qo'zini Xudo o'zi yetkazib beradi deb javob berdi. Ikkalan to'xtamay mingiverdi. Ular Xudo Ibrohim ko'rsatgan joyga kelganda, Ibrohim qurbonlik supasi yasab, o'tinlarni ustiga qo'yib, o'z o'g'lini bog'lab, o'tin davlangan supaga yotqizdi. Ondan o'g'lini bo'g'izlash uchun pichoqni ko'tardi. Biroq Parvardigorning farishchisi arishtin. Ibrohim deb varqirdi. Labbay dedi u. Farishta uningga qo'lingni tart, balaga cheqilma. Sening menga bo'lgan ixlosmandligingni amdi ko'rdim. Chunki sen o'z o'g'lingni, ya'ni bir tal o'g'lingni mendan ayamiding dedi. Ibrohim atrofiga qaradi, munguzi chatqalga ilishib qolgan bir qo'shqar uning ko'ziga chiliqdi. U berib qo'shqarni yeshib, uni o'z o'g'lining o'rnida qurbonlik qilib ko'ydirdi. Shunga Ibrohim u yerni Yahva Yire ma'nosi Parvardigor ta'minlaydi deb atadi. Hozir qadar kishilar Parvardigor o'zligida ta'minlaydi deyishidi. Parvardigorning farishchisi ikkinchi qatim osmondan Ibrohimga Parvardigor deydiki, sen suyumlik bir tal o'g'lingni ayamagansan, men o'z nomim bilan qasam qilamanki, sana baxt ato qilish bilan nurg'un avlodlarni beraman. Ularning soni osmondagi yulduzlardek, dengiz sohillardagi qumdek ko'p bo'ldi. Sening avlodlaring dushman shaharlarni ishg'ol qiladi. Mening amrimga itoat qilganliging uchun sening avlodlaring orqali yer yuzidagi hamma xalqlar baxtga erishadi dedi. Ibrohim chaqallarning yeniga qaytib kelib, ular bilan birga o'z o'ltiraqlashgan yerga, ya'ni Bershabaga qaytdi. Bir mezgildan keyin Ibrohim enisi Nahorning ayoli Melikaning eriga 8 o'g'il tug'ib berganligini angladi. Ular tunji o'g'il Uz, keyindiklari Buz, aramliqlarning otasi bo'lgan Kemuel, Kasat, Hazo, Pildash, Yidlaf va Betuil edi. Betuil bo'lsa Rebaqaning otasi bo'ldi. Melika Ibrohimning enisi Nahorga bu 8 o'g'ilni tug'ib berdi. Nahorning kichik xotini Ravmamu 4 o'g'il tug'ib berdi. Ular Tibah, Gaham, Tahash ve Maakah idi. Xo'sh qarindoshlar, bugun 22 bob, ya'ni olamning yaratilishi 22 bob. Ibrohimning e'tiqodi, ya'ni Ibrohimning e'tiqodchilik hayotidagi eng kulminasiya, ya'ni e'tiqodining eng bir pishib yetilgan bir nimasini ko'rsatib beradi. Mushuni bir ko'rib etsak, oldi bilan bu mazmunda oldi bilan shu Xudoning Ibrohimni İbrahim'den qilgan talab, yani o'g'lini qurbonlik sifatida o'ziga atashni talab qilgan vaqtidagi Ibrohimning e'tiqodi bilan Xudoning bu talabiga qaytargan inkosiga oid mazmun bor. Yana birisi bo'lsa, bundan keyin Xudoning yana bir qatim Ibrohimga qilgan va'dasi, ya'ni o'z nomi bilan qilgan qasamiga oid mazmun bor. Eng oxirgi kichik mazmun bo'lsa, ya'ni Ibrohimning o'g'li Ishoqning ayoli Rebaqaning kelib chiqishiga oid mazmunni oldin ola deb o'tgan mazmun bor. Undaq bo'lsa biz oldi bilan olamning yaratilishi 22 bobni tafsiliy ko'rib o'taylik. Oldi bilan biz qaraydigan bo'lsak, 22 bob 1-oyatda bu voqealardan keyin degan so'z bor. Ya'ni bu voqealar degan qaysi voqealardir degan so'zlarmi, degan savollarmi biz kelish mumkin. Ham bu voqealardagi bu voqealar degan so'z bu voqealarmi ham shu Ibrohimning sinilishiga bevosita munosabatli bo'lgan
vaqalar deb qarashga bo'ladi. Bu vaqalar deganda biz bir yig'inchoqlagan vaqtimizda Xudo Ibrohimni chaqirib, uning avlod va'dasi berib, ya'ni uning avlodini cho'ng bir xalq qilganligini, uning nomini ulug' qilganligini, u orqali boshqalarga baxt ato qilganligini 12-chi bob qaragan vaqtimizda Ibrohimga va'da berib, ya'ni Ibrohimni chaqirgan vaqti bor. Ondan keyin izchil avlod va'dasi va uning ataqdan ziminlar bo'lsin va uning qanday baxtli ato qilganliklar bo'lsin, shunga oid, ya'ni Xudoning Ibrohim bergan va'dalari izchil mangdi. Buningda ham 15-chi bob qaragan bo'lsak, "San nurg'un inom berman" degan vaqtida Ibrohim, ya'ni avlod va'dasining bir qadar konkretlashgan mazmuni mishadan boshlandi shu vaqtda, ya'ni mening farzandim bo'lmasa deyish orqali yana bara avlodning Ibrohimning o'z pushtidan avlodi bo'lganligini, uning avlodining yulduzlardek sanoqsiz bo'lganligini va keyin berib qumdek sanoqsiz bo'lganligini degan o'xshash. Andan keyin Ibrohimning o'z pushtidan bir o'g'il avlod bo'lganligini aytgan mazmunlar bor. Andan keyin o'ttirda Sara o'zining tug'masligiga qarab ajarni İbrahim'a kichik xotinlikqa berib Ismoil tug'ilgan mazmunlar bor, lekin Ismoil tug'ilgandimi Xudo izchil deydiki, faqat sening Saradan tug'ilgan farzandinglar mening ahdam bilan munosabatli deb Xudoning uning bergan va'dasi, ya'ni avlod va'dasining Ismoilga emas, balki Ishoqqa munosabat ekanligini izchil ta'kidlab, Ishoqning tug'ilishiga oid izchil mushunaqalqi jarayonlarni biz degan, ya'ni Ibrohimning bergan va'dasi, u va'dasining bara konkretlashib, texmi tafsirlashib, oxiri Ishoqning dunyoga kelishi degan oldingi babda dal vaqt soatga toshganda Saraning Ibrohim bir o'g'il tug'ib berganligini oid mazmunlar bo'lgan. Ana shu Saraning vaqt toshganda Ibrohimga bir o'g'il tug'ib berganligiga oid mazmun bo'lib, bu voqealardan keyin bu 22-chi bob kelgan vaqtimiz bo'lsa, bu voqealardan keyin degani, ya'ni Ibrohimning, ya'ni 75 yoshida Xudoning avlod va'dasi berib, ya'ni farzand ko'rmagan İbrahim bilan Sara, ya'ni o'sha 75 yoshini qeyrib qolganchalik farzand ko'rmagan vaqtida Xudo ularga avlod va'dasi berib, 75 yoshdan tagi 100 yoshga qadar 25 yil Ibrohimning Xudoning va'dasi bo'yicha ishonch bilan, umid bilan saqlab, ya'ni o'g'il o'zining avlod bo'lganligini saqlab, oxiri 100 yoshga kirganda Ishoqqa erishib, endi Ishoqning tug'ilishi bilan, ya'ni oldingi bob qarasak, ya'ni Ishoq 3 yoshga kirgan vaqtlarda İsmail onu bozak qalan vaqtida İsmailni uydan chiqarib, faqat o'zining, ya'ni Ibrohimning o'zining Saradan tug'ilgan o'g'li birdan bir pushti bo'lgan Ishoqqa markazlashtirib, bu ikkisi yashinib qolgan, ya'ni 100 yoshdan oshgan, ya'ni bu vaqtlarda, mush 22-chi bob kelgan vaqtimizda nurg'un olimlar Ishoq bo'lsa, allabir 17 yoshga kirib bo'lgan vaqti deydi. Ishoq 17 yoshga kirgan bo'lsa, bu yerda Ibrohim 117 yoshga kirdi degan gap bor. Shuning o'xshash, ya'ni Ibrohim Muşundaq izchil Ishoqni saqlab, ya'ni 75 yoshdan boshlab 100 yoshga qadar avlodini saqlab, hamdi oxiri avlodiga erishib bo'lib, Ishoq bilan birga shundaqalqi o'zi bir boshqa bir hamda mushunaq bir yashagan, ya'ni 100 necha yil yashash hayotida hech bir umidi, boshqa bir hech qanday bir orzusi qolmagan. Chunki Ishoq bilan hammamiz to'lib toshganga o'xshash shu qadar bir hayoti baxtga to'lgan bir hayotni yashayotgan vaqtida. Ani shu Ishoq bilan Sara bilan bular bir baxtli bir hayotni yashayotgan vaqtida, dal shu vaqtida Xudo Ibrohimni chaqirib, ya'ni ana shu Ishoq, ya'ni shu vaqtda Ibrohimga nisbatan, ya'ni bu Ishoq o'zining hamma narsa, hayotining barlig'i bo'lib qolgan shuna vaqtda hayoti Ishoq bilan texmi to'lib tashgan, xo'shalliq to'lib tashgan, baxtlikka to'lib tashgan, hayotida boshqa bir hech qanday bir kam hisoblangan hech qanday narsa qolmagan shunday vaqtida Xudo Ibrohimga mundaq bir sinoqni, ya'ni Ibrohimga mundaq bir nima kichikdan bir hayotidagi bir sinoq, bir kichikdan degan bilan Ibrohimning ibodati, e'tiqodi 75 yoshdan taki shu vaqtga qadar o'zi e'tiqod qilib kelgan Xudoga bo'lgan ibodati, ya'ni e'tiqodini qayta bir ko'rsatadigan, ya'ni e'tiqodining qandaqligini bizga bir ko'rsatib bergan yana bir shunday mazmun 22-chi bobda chiqadi. Ya'ni Xudo deydi-da, o'g'lingni, ya'ni Ibrohimga o'g'lingni, amroq yolg'iz o'g'ling Ishoqni elib, men ko'rsatadigan tog'ning, ya'ni Moraya rayno berib, ko'ydirma qurbonlik sifatida mang'atig'in deb Xudoning Ibrohimdan mana bir talab, ya'ni Ishoqni Ibrohimning yolg'iz o'g'li, amroq bo'lgan, barlig'i bo'lgan, Ibrohimning barlig'i bo'lgan mush yolg'iz o'g'lini Xudoga atashni, Xudoga atab ko'ydirma qurbonlik sifatida atashni buyuradigan mushunaq bir mazmun.
Endi bu qaraydigan misalga Moraya rayoni, ya'ni Xudo ko'zdan tağның üstü degan gapni endi sizlarmi balkim anglagan bo'lishinglar mumkin nurg'un endi ta'lim boshqa o'zinglarning pastorlaringlar degan vaqtda ta'lim anglagan. Mushu Ibrohimning mushu mazmuniga oid mazmun anglagan vaqtinglar balkim anglagan bo'lishinglar mumkin. Moraya degan rayonni biz ikkinchi tarixlar, ya'ni tarixlar ikkinchi tarixlarning 3-bob 1-oyat qaraydigan bo'lsak, Moraya rayonining Aysa Masih yani Kristimahlan Golgota degan do'nlik yani shu rayon, o'sha tağ ishkanligini ko'rsatadigan nimim bor. Endi bu yerda ko'ydirma qurbonlik degan gap, bu ko'ydirma qurbonlikni ba'zilarga bu ko'ydirma qurbonlikni nimaligiga oid mazmun aniq bo'lishi mumkin, ba'zilar balkim tushunmasligi mumkin, anglab baxman bo'lishi mumkin. Shuni bir qatim ta'kidlab o'tsam, ko'ydirma qurbonligi degan gap laviylar bilan mushu bo'lib malqi laviylar qonun sharhi deylar qarsanlar buni hal qurbonliklar ko'p chiqadi. Qurbonliklar yetlar deganlikchi. Ko'ydirma qurbonligi degan gap endi bu bir odamning gunohi uchun, ya'ni butunlay holatda, ya'ni barliq qurbonliklarni qilishdan burun o'zining gunohi uchun, ya'ni gunohini tilab turib, bejirim bo'lgan erkak hayvon, ya'ni qo'y bo'lsin, kalib, mo'zay bo'lsin, bir yoshlik. O'shuning beshiga o'zining gunohini o'tkazish uchun beshiga tutib duo qilganda o'zining gunohi shu hayvonga o'tib ketadi deydi. Shuning bilan shu hayvonni butunlay ko'ydirib etadi butunlay. Xudoga atab turib ko'ydirib etib, qilgan ashna bir qurbonlikni ko'ydirma qurbonligi, ya'ni to'liq holatda ko'ydirib Xudoga to'liq holatda ataydigan qurbonlik bu. Boshqa qurbonliklar o'xshamaydi, boshqa qurbonliklar bo'lsa, laviylar yeydigan ba'zi yerlarni laviylar yeydigan ba'zi yerlarni qurbonlikqa o'xshaydigan shuncha o'xshamaydi. Har bir qurbonlikning nimasi o'xshamaydi. Mahiyetim o'xshamaydi, uning nimasi har qanday usuli o'xshamaydi degan o'xshash. Bu ko'ydirma qurbonligi deganda to'liq ko'ydirib Xudoga to'liq holatda ataydigan ashna bir qurbonlik. Ana shunday ya'ni o'zing gunohini shu qurbonlik qilmoqchi bo'lgan ya'ni shu mal, ya'ni qo'y bo'lsin yoki mo'zayga o'zing gunohini o'tkazib, o'zing gunohi uchun to'liq holatda ya'ni ko'ydirib etadigan shu qurbonlikni ko'ydirma qurbonligi. Ya'ni Xudoning Ibrohimdan talab qilgan ya'ni Isoqni ana shunday ko'ydirma qurbonlik sifatida Xudoga to'liq atash. Ya'ni bu demismi ko'ydirma qurbonlik degan Xudoga hammasi to'liq atalgan bir qurbonlik bo'lishga Xudoga atashni buyuradi. Ya'ni o'g'lini o'zimning o'g'li deb emas, Ibrohim o'zimning o'g'li deb emas, mening borlig'im deb emas, balki Xudoga to'liq atab Xudoga berib etish degan o'xshash bir nimiz, Xudoga atash degan o'xshash bir ma'nosi bor. Endi mushunda Xudo Ibrohimdan Isoqni, ya'ni o'g'li Isoqni o'ziga atashni, ya'ni o'ziga qurbonlik sifatida, ko'ydirma qurbonlik sifatida o'ziga atashni buyurgan vaqtida Ibrohimning pozitsiyasi qanday bo'lgan desa, u darhol ya'ni ertasi saharda. Bu sahar degan so'zni bo'kallaymiz. Sahar degan so'z nihoyat ko'p uchraydi. Zaburda ko'p uchraydi, nimada ko'p uchraydi. Ya'ni Xudomi deydi, Yeshaya qaraydigan masalan, men sahar turib payg'ambarlarni o'g'itib, ularga so'z qilib yetkazdim, lekin sizlar anglamadinglar degan o'xshash-ku. Ya'ni men har saharda sizlar yetkazatman degan gapni shu Zaburda, Yeshayadan ba ko'p diqqat qilsanglar, saharda turib Xudo deydi. Men saharda o'rnimdan turib sizlarga so'z qildim. Men saharda o'rnimdan turib payg'ambarlarimizga yetkazdim. Saharda o'rnimdan turib men sizlarga yetakladim deb kelib Xudoning sahar degan so'zni ishlatgan oyatini sözünü ait köp yani bogal, İbranice bogal diyen söz yani tang saharda yani yani üçler etrafında ve üç etrafında. Demisimi ibadet qarsan qalqı bizim İslam diyen saat 4'lerde yani 3 bilen 4'ning o'rtasidagi vaqtlarni har birini qarsanlar mayli Yahudilar bo'lsin, mayli İslamda bo'lsin, mayli qaysi nimada bo'lsin, mana qalqi o'ttir asrlarda va burungi zamonlarda bo'lsin, har vaqt dal mush vaqtlarda o'rnidan turib, ya'ni Xudoga bo'lgan ibodatni qilganlarni aytdi. Bu urf odat izchil kelgan urf odat. Shuning o'xshash, lekin Ibrohim ana shunday atisi saharda o'rnidan turib, Xudoning degani bo'yicha eshaklarni tayyorlab, ya'ni Xudo ko'rsatgan joyda, ya'ni ibodatni Xudo ko'rsatgan joyda qilish muhim. Biz qonun sharhini o'qisaqmi, qonun sharhining izchil ta'kidlayotgan nima desa, ya'ni men nomimni qo'ymoqchi bo'lgan, nomimni tiklamoqchi bo'lgan, men ko'rsatgan shu joyga berib, menga ibodat qilinglar deb turib, Xudo ko'rsatgan joyda ibodat qilishni har vaqt ta'kidlaydi. Xudo ko'rsatgan joyda ibodat qilishni, Xudo ko'rsatgan joyda mana qurbonliklarni qilishni, Xudo nomini tiklamoqchi bo'lgan shu joyda ibodat qilishni degan o'xshash Xudo ko'rsatgan joy degan nihoyat ko'p bizning
e'tiqodimizning asosida shunda Xudo o'zi ko'rsatgan joyda, Xudoning ko'rsatgan joyida ibodat qilish, Xudoning ko'rsatgan joyida bo'lish, Xudoning ko'rsatgan joyida turish degan o'xshash Xudoning ko'rsatgan joyi degan so'zni ko'p ishlatildi. Shunga o'xshash Ibrohimmi ana shunda Xudo ko'rsatgan tog'ning ustida, ya'ni tog'ning ustida yani shu o'g'lini ko'ydirma qurbonlik sifatida atash uchun o'tinlarni tayyorlab, yani o'tinni, anadagi pichoqni va o'tni degan o'xshash elib manganligini deyapti emasmi? Shunga o'xshash Ibrohim ana shundaq atdigan saharda o'rnidan turib, ko'ydirma qurbonlik ishlatadigan o'tinlarni tayyorlab, uning yo'lga qarab manganligini biz bir ko'ra olamiz. Ham shundaqla bu İbrahim Xudo o'zidan nimani, ya'ni o'g'lini talab qilgan vaqtida o'zining birdan-bir o'g'li, o'zining eng amroq bo'lgan, ya'ni amroq bo'lgan, dunyodagi eng qimmatli hisoblangan, o'ziga nisbatan o'zining hayotidanmi bakarak qimmatlik hisoblanadigan. Ota-onalar shuna qaraydi emas, bizdan ba'zan yoshi cho'ng'ayganlar, "Voy, men yashaydiganim yashab bo'ldim. Həmişini köydüm, yaşap boldum, hayatının təminim tetib boldum. Şu ballarım bəxtlik bolsan boldu, ballarım yaxşı ökəslən boldu deb turib çoğunlarının hər vaxt diləydiyini şunun oxşar. İbrahimnin hazır özünün həyatı, özünün nəməsi emas, bəlkə birdən-bir ümidi bolğan İsaqның yaxşı bolışını, İsaqның bəxtlik bolışını, İsaqның yaxşı turuşunu degan oxşar. Özünün otası qopsa diləyidigan ümidi şu İsaqda endi İbrahimə nisbətən. Ani şundaq özünün birdən-bir şundaq göheri bolğan, ən qimmatli bolğan, ən özü qoğduz keldigan, hayatını atlab turib qoğduz keldigan ana shu farzandi bo'lgan Isoqni mushunaq tang saharda Xudoga ibodat qilish uchun, ya'ni Xudoning oldida Xudoning buyrug'ini o'zidan talab qilganini Xudoning oldida o'rindash uchun, Xudoning oldida itoat qilish uchun, o'zining ibodatini, ya'ni Xudo uningdan talab qilgan ibodatini qilish uchun o'zining qimmatli go'hari bo'lgan Isoqni elib shu ko'rsatgan joyga tayyorlanib manganligini biz bir ko'ra olamiz. Endi bu orqali tong saharda shunday qilgan Ibrohimning mush ibodatini ibodatini biz tafsiliy ko'rib o'tishimizga to'g'ri keldi. Ya'ni bu İbrahimning bundaq tong saharda o'zining o'g'lini Xudoga atash uchun, ya'ni Xudo bo'lgan ibodatini o'rindash uchun o'zining o'g'lini mangishidagi bu ibodati orqali uning o'zining e'tiqodini, ya'ni İbrahimning e'tiqodini biz tafsiliy ko'rib o'tamiz. Ya'ni buningda birinchisi bo'lsa biz bu yangi ahdidan bor. İbrahim bo'lsa Xudoning huquqini, ya'ni Xudoning huquqi degan gap barcha şey, barcha koinot, barcha mavjudotning yaratquchisi bo'lgan Xudo biz yashayadim bor, rimliqlardan bor, nima kulachi bir kallahlardan o'zi xohlaganini yasash ixtiyori bor. Ya'ni uningdan o'zi alayda ishlatadigan uskunlar, ya'ni alayda ishlatadigan chinni taqslar yasashga bo'ladi yoki bo'lmasa o'zi xohlagan, ya'ni odatdagi chinni taqsi ishlatish, ya'ni odatda ishlatiladigan chinni taqsi yasashmi u kulachining xohishi, ya'ni kulachining ishi. Biz uning g'alishamaymiz degan o'xshash mazmun bor emasmi? Shuning o'xshash bu degan, ya'ni kulachi bo'lgan, ya'ni Xudoni haqiqatan kulash deb turib, Xudo o'zining xohishini, o'zining irodasi, o'zi xohligini bo'yicha barcha koinotni o'z rayi, o'z xushroyi bo'yicha mukammalligi bilan, o'zining irodasi bilan, o'zining mukammalligi bilan barcha koinot, barcha hamma shayni yaratgan emasmi? Har bir odamning hayotida ham Xudo o'zining irodasi bo'yicha, yaratib, o'zining irodasi bo'yicha u odamni to'raldirganga o'xshash. Ana shunda Xudoning har bir odam ustidagi huquqini, ya'ni men bo'lsam, mening hayotimdagi Xudoning ato qilganlari mening yashashim uchun, ya'ni mening yashab chiqarishim uchun mening hayotimni o'rlashtirgan ishlar bo'lsin. Buni nimishga men qilaman shunday ishlar o'rlashtirsan deb turib Xudodan og'rinishma, yo'q, norozi bo'lishmi bu bizga nisbatan bir qildigan ish emas. Chunki bu Xudoning huquqi. Xudo bizga qaysini yaxshi deb turib, lekin biz har birimizning ustida o'zining irodasi bo'yicha qanday ishni bizga o'rlashtirish, bizning hayotimizni nima ishlarni o'rlashtirish degan Xudoning huquqi, Xudoning qo'lidagi ishda. Ana shunda Xudoning qudrati, ya'ni Xudoning huquqini e'tirof qilib Ibrohim o'zining ustidagi Xudoning huquqini to'liq e'tirof qilib turib, ya'ni o'lganlarni tiriltira oladigan Xudo bo'lgan ishonch bilan o'g'lini qurbonlik sifatida Xudoga atashga, Xudoga atab, ya'ni Xudo bo'lgan ibodatini, Xudo bo'lgan ibodatini qilish uchun o'g'lini, ya'ni Xudo qurbonlik sifatida ataganlarni
ko'ralaymiz. Buningga oid İbraniyalar yozilgan xat 11 bob 19 oyatga qaraydigan bo'lsakmi, İbrahim Xudo tarafidan sinalganda e'tiqod vajidan o'g'li Isoqni qurbonlik sifatida Xudoga atadi. Gerçi Xudo uningga "Men sana va'da qilgan avlodlaring Isoqdan kelib chiqadi" degan bo'lsa-mu, u yana birdan-bir o'g'lini qurbon qilishga tayyor edi. İbrahim Isoq o'lgan taqdirdami, Xudoning uni tirildiroladiganligiga ishondi. Mundaq aytganda, İbrahimga nisbatan Xudo Isoqni ölümden tirildirib qaytarib berdi deb turib, endi bu yerda İbrahimning shu Xudoning o'lganlarni tirildiroladigan, shu Xudoga bo'lgan ishonchi, Xudoga bo'lgan e'tiqodi. Albatta İbrahimga nisbatan Olı bilan 25 yil saqladi. Avlod va'dasi deb turib 75 yoshida, ya'ni qiyri qolgan qadar endi men avlod ko'ramaydigan o'xshayman deb yashayotgan İbrahimni Xudo o'zi chaqirib uningga "Men senga avlod ato qilman" deb turib uning umid ato qildi. Kichikdan umidni uning qalbiga soldi. Ondan keyin bu umid bara-bara Xudo konkretlashtirish orqali umid cho'ngaydi İbrahimda. Avloda bo'lgan tashnalik, avlod farzand ko'rdiganligi bo'lgan umid, Xudo bo'lgan umidi bilan, ishonchi bilan 100 yosh kirganda dal ana shu kutgan umidi amalga oshib Isoqni ko'rdi. Ana shu 25 yil saqlab Isoqni ko'rib, endi Isoq bilan endi bir baxtli turmushini kechirayotgan vaqtida Xudo uningdan talab qilgani ana shu umidining nimasi bo'lgan, nishon bo'lgan Isoqni o'ziga atashni ato qildi-da. Endi Xudo İbrahimdan o'zining borligi bo'lgan Isoqni ana shuni ato qildi. Shunday vaqtda endi Xudoning oldida İbrahim bo'lsa, yo'qdan bor qilgan. Ya'ni avlod ko'ramaydigan İbrahimga avlod ato qilgan. O'zi asli yo'q bo'lgan, hech qanday umidim yo'q bo'lgan İbrahimga umid ato qilib, ishonch ato qilib va bu umidini amalga oshirgan, yo'qdan bor qilgan Isoqni ham Xudo o'xshashlam, bu garchi Isoqni Xudoga atib etgan taqdirdimi, Xudoga to'liq atab qurbonlik sifatida atagan taqdirdimi, Xudo bu Isoqni o'zi hatto buni o'limdan tirildirish huquqigami, o'limdan tirildirish qudratigami ekanligi bo'lgan shunday bir cho'nqir e'tiqodi, cho'nqir bir Xudoga bo'lgan tunishi, Xudoga bo'lgan shunday ishonchi. Çünkü Xudo o'zi İbrahimga "Men senga nurg'un avlod ato qilib, shu avloding orqali avlodlaringni sening ulug' bir xalq qilman. Ya'ni avloding yulduzdek sanoqsiz, qumdek sanoqsiz" degan shu va'dalarni bergan Xudoning buni İbrahimga nisbatan ishonchli Xudo ekanligini, Xudoning shu va'dasining barhaq amaliyatga aylanganligi bo'lgan ishonchini, cho'nqir ishonchini bu ko'rsatadi. Ana shu endi Xudo, chunki İbrahimning birdan-bir o'g'li bo'lgan Isoq, Xudoning va'dasiga bog'liq, ahdisiga bog'langan, ahdisiga munosabatli bo'lgan o'g'li Isoq. Xudo o'zi izchil ta'kidlab kelganda İbrahimga "Mening ahdimga munosabatli bo'lgan bo'lsa, tug'ildigan Isoq" deb turib oldingi boblar degan. Shunga o'xshash bu Xudoning va'dasi, ya'ni ahd tuzgan Xudo bilan, ya'ni o'ziga va'da bergan Xudoning ishonchli Xudo ekanligini, o'ziga va'da berib, o'zi bilan ahd tuzgan Xudoning ana shu ahdisini barhaq amalga oshirganligiga bo'lgan ishonchi borligini. Shunga garchi bu Xudo mening o'g'limni o'ziga qurbonlik qilishni talab qilgan bo'lsa-mu, lekin Xudo ana shu Isoq orqali, ya'ni chunki Isoqda Xudoning ahdisi bog'lanishlik, ahdisi bilan bog'lanishib bo'lgan o'g'il Isoq emasmi? Shuning uchun Xudo o'zining ahdisini Isoqqa bog'lagan. Shuning uchun men garchi Xudoga Isoq mening o'g'lim Isoqni atagan taqdirdimi, lekin Xudo ana shu Isoqni o'zi ahdisiga munosabatli bola bo'lg'achqa o'zi tirildirishga qodir. Ham shu Isoq orqali texim yulduzdek sanoqsiz avlodlarimni, qumdek sanoqsiz avlodlarimni dunyoga paydo qilishga, ya'ni to'raldirishga qodir deb turib, Xudoning ana shu amiy qodir Xudo o'lganlarni tirildira oladigan Xudoligiga bo'lgan to'liq ishonch bilan o'g'lini qilchi ishkalanmasdan, qilchi beadaligi ishkilinib o'tirib yoki azoblanib o'tirib, jiq o'ylab, "Voy Xudo mening 25 yil, 30 yil bunchaq saqlab, endi qilgan o'g'limni meni talab qildi" deb turib o'tirib nurg'un g'amandishigim patmasdan balki atisatdan ishonch bilan o'rnidan turib, Xudoga dal Xudoning buyrug'i bo'yicha shu buyrug'ini amalga oshirish uchun, itoat qilish uchun hamma narsani tayyorlab mangan shunday bir ishonchini, e'tiqodni biz ko'ra olamiz. Shunga o'xshash bayamda Xudoning huquqiga to'liq e'tirof qilish, Xudoning shunday o'zini ya'ni o'ziga va'da bergan Xudoning dal shu va'dasini amalga oshirish qodir ekanligi bo'lgan ishonchini ham bu yerda ko'rsatib berdi deb turib shunday dedik. Shuning uchun ham bu yerda İbrahimning ana shu
Xudo İbrahimni chaqirib taki hozirga qadar bo'lgan shu jarayonlarda o'zini yetaklab kelgan Xudoning qanday xudoligiga bo'lgan, o'ziga va'da bergan Xudoning qanday va'dasiga amal qiladigan ishonchli Xudo ekanligi bo'lgan cho'nqur tunishi Xudo bilan nihoyat bir cho'nqur munosabatni o'rnatganligini biz ham bu yer orqali ko'ra olamiz. Endi ikkinchisi bo'lsa bu yerda yana birisi bo'lsa endi Xudoning bergücümü ve elip ketkichimi Xudo bor. Yani Xudoning bumi yani bergücümü elip ketkichim deganda bumi yani o'xshashlar Xudoning huquqi bo'lgan to'liq ishon abayim dedi Xudoning huquqi bo'lgan to'liq hurmat va to'liq ishonch degan o'xshash. Endi Xudoning bergücümü Xudo, elip ketkichimi Xudo bizning taki hamma narsamizni atashga ham loyiq bo'lguchi. Shu qadar madihalarga bizning barlig'imizni, biz barliq qimmatli deb hisoblagan barlig'imizni atashga ham loyiq bo'lguchi. Loyiq, ashuna hamma narsaga loyiq bo'lgan Xudo ekanligini, shunda loyiq bo'luvchi Xudoning huquqini e'tirof qilganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Endi Ibrohim bo'lsa, yani butkul olamdan bo'lgan Xudoning o'zining ashuna hamma qodir huquqini, ya'ni yaratuvchi bo'lgan huquqini, hamma loyiq bo'luvchi bo'lgan Xudolik, ya'ni huquqini to'liq e'tirof qilib, o'ziga shu farzandni bayamda turamiz. Farzandni berguchimi? Ham shu farzandni ilib ketguchimi? Yani biz hazır yaşayotgan hayotimizda bo'lsa, bizga balkim nahaytda bu narsalar balkim bir qadri yo'q bilish mumkin. Bu narsalar albatta bor bo'lish deyish narsalar deyishimiz mumkin. Masalan, havo deymiz, quyosh nuri deymiz, yer yuziga barliq muhitlar bo'lsin, shunday narsalar bo'lsin. Biz bu narsalarga albatta bor bo'lish deyish narsalar deb qarashimiz mumkin. Lekin bizga nafasni puylagan Xudo, bizni to'pidan yaratib bizga nafas berib, bizga hayot ato qilgan Xudo, bizga hayotni ato qilgan Xudo, bu hayotni o'zi olib ketguchimi ana shu Xudo. Bizning hayotimizni ana shunday hayotni berguchi Xudo bo'lg'achqa bizning hayotimizni atashgimi ham loyiq bo'lguchi Xudo degan o'xshash. Xudoning barliq huquqini e'tirof qilib turib, berguchimi, elib ketguchimi Xudo ham shunaqla hammani ato qilishga loyiq. Biz hayotimizdagi dunyodagi eng qimmat hisoblagan bizning barcha qimmatli deb hisoblagan narsalarimizni atashgimi loyiq bo'lgan Xudoligini cho'nqurtinib, Xudo o'z o'g'lini, o'z eng qimmatli bo'lgan, o'ziga nisbatan eng qimmatli deb atalgan, eng go'har deb atalgan o'g'lini, ana shu ko'ydirim qurbonlik sifatida Xudo talab qilgan vaqtida Xudo loyiq, men eng qimmatli bo'lgan o'g'limni uningga atashga ham loyiq deb turib, qilish kelanmasdan tayyorlik qilib Xudoga ibodat qilmaganligimizni ko'ra olamiz. Demisam, biz endi buni İbrahimning hayotiga nisbatan qanday berguchimi elib ketishim degan vaqtimizda biz yangi ahdidagi mundaq mazmun balkim yodinglar kelishi mumkin. Hazrat İsa yani yo'qchilarni, yani sandiqning oldida, yani o'sha sandiqqa pul tashlayotganlarni kuzatib turgan mazmun bor. Shu vaqtda bir tul ayol, tul xotin o'ziga bir nechta tangalarni tashlab kirdi emasmi? O'sha vaqtida Hazrat İsa deydi: "Boshqalar o'zining eshib tashqanlarini, yani oshgan tashqanlarini tashladi, lekin bu ayol bo'lsa o'zining mavjudlik, hayotlik, yani barlig'ini uning bu tangini shu sandiq tashladi" deydi. Endi boshqalar bo'lsa eshib tashqanlar deb bizning atrofimizda ko'p bo'lishi mumkin. Boshqalarga o'shir zakot deydi, u buni deydi, o'zining ziyodalar voy buni bosh ko'zimda o'tgan sadiq olib kelsin, bosh ko'zimda o'tgan nima olib kelsin deb turib, o'ziga nisbatan qilish hech qanday bir cho'ng ta'sir qilmaydigan, o'zining hayotiga, o'zining kunlik turmushini saqlashiga, o'zining balki nimalarga hech qanday bir ta'sir qilmaydigan narsani, oshgan tashqanlarni voy bosh ko'zimda o'tgan sadiq olib kelsin deb turib berganlar ko'p-ku. Lekin endi tul ayol bo'lsa, o'sha bir tanga, o'sha bir 2 tanga, ya'ni Hazrat İsa yashayotgan davrda ular Rimning ostida emasmi? Ulardan bojba har bir oilaning ular Rimga topshirgan har bir oila, har bir kishi beshiga topshirgan bojba. Kishi beshiga topshirgan Petroslarni ular beliqni qilib turib, beliq yig'ib turib satgan oilasining turmushini qandayotgan emas, beliq tutish orqali. Ya'ni bir kunlik ashna beliq tutib, bojini topshirish uchun ular shu qadar jiq tirishchalik orqali beliqlarni tutib, shunda bojini topshirishga, hatto bir kuni shunda jiq beliq tutib, necha qatim beliq tutib qolgan taqdirda bojini to'lash ko'rib yetmaydi holatda. Shunchalik ig'ir salmoq o'shir zakot nima ashang deymizmi? Ashnalar borlig'ini u vaqtlardagi fuqarolarning turmushi nihoyat ko'p boj seliq sababidan o'zining turmushini bir kun, o'sha kundagi bir tal tuxum
bir tal tuxumning bahosimi shu vaqtda bir oylik maoshiga taqin keldiganligida doir mazmunlar bor. Tarixiy xotirlar qarasaqshna mazmunlar. Yani bir tal tuxummi bir oylik maoshiga deganga o'xshash. Shunga o'xshash u vaqtga ayolning bir ikki tal tangini tashlab shu ibodat qilib kelishimi, o yil bir ikki tal tangining tangisi orqali yani o'zining yeydigan narsasi bo'lsin, boshsizlik bo'lsin, hamma narsasini Xudoga atab turib o'zining hamma narsasini yani yeydigan narsasini men osh qoldi o yil bir kunlik nimasini tangisini tashlab ketgandan bir kun osh qoldi, bir kun emas bir necha hafta osh qolishi mumkin. O'shunaq narsani qilchi o'ylamasdan o'shunaq tangisini tashlab ibodat qilib kirgan shu ayolni Hazrat Ayso deydi u barlig'ini o'zining hayotini atab atidi, yani tangini tashlaganda o'zining barlig'ini atidi deganga o'xshash. Shunga o'xshash hamda Xudoga bo'lgan chunqur tunishi bo'lganlar. Yani o'zining mavjudligidagi barliq narsalarni ta'minlovchi, mayli havodan tortib, mayli suvdan tortib bizning hozir hayotlarimizdagi kunlik turmushimiz biz yeyotgan, biz balki hozir turmushimiz hech qanday narsa, hech kim ham osh qolganlarni aytib, azam vatandagilar qarasak biz tushuna olamiz ochlikning dardini. Lekin biz Masrda yashayotganlar bo'lsa, yeymiz desak ham narsa tal-tuluq pulusilar bilan keldigan hozirgi sharoit bo'lgan bilan ayni vaqtlarda emas, vatan qarsaqmi hozir yeyman desmaydigan narsa yo'q deganga o'xshash. Lekin shu vaqtlarda biz qaraydigan bo'lsak, endi Xudo bir kunlik yemeklik biz ertesatdan dasturxonda o'tirib bir tal non, bir stakan etgan choy ichgan vaqtimizda shu etgan choy bilan shu nonning Xudoning barakati orqali, Xudoning mehr shafqati orqali, Xudoning bizga bo'lgan nurg'un mehr shafqat sevgisi orqali bizni ta'minlash orqali biz yeyotganligimizni biz tunib yetgan vaqtimizda bizning har vaqt tamog'imiz bo'lsin, bizning kundalik muhtojligimiz bo'lsin, bizga ato qilayotganligini biz tunib yetgan vaqtimizda mushunaq bizning barliq bir kunimizdagi barliq muhtojligimizni ta'minlovchi haqiqiy Xudoligini biz bu cho'nqir e'tirof qila olamiz. Biz vatandagilarni o'ylasak, ular osh qolgan vaqtida ochlikdan mushab o'layotganlar bor, o'zini o'tirayotganlar bor degan o'sha jarxil ahvollar bor. Shunga o'xshash bizning kundalik muhtojligimizni, kundalik yemekliklarimizni, haligi biz Hazrat Ayso o'rgatgan duo bor. Kundalik yemekligimizni bergaysan degan o'xshash. Mushning tarixiy ko'rinishimi dal olmayman degan o'sha shuna ariq ko'rinishlar bor. Endi bu uzun so'zlar ketdik, ya'ni Xudo bizning hayotimizdagi barliq biz muhtoj bo'lgan, biz barliq qadrlik hisoblagan, bizga nisbatan eng suyumlik, eng qimmatlik, eng bebaho bizning uchun bo'lmasa bo'lmaydi deb hisoblagan barliq narsalar hammasimi Xudoning marhamati, Xudoning rahmati ekanligini biz tunib yetgan vaqtimizda bizning berguchimi, elib ketguchimi, bizning ta'minlaguchimi Xudoligini. Shuning uchun bizning barliq hamimizni Əminimizdən üstün Xudanı qoyub durub, biz ən qimmatli hisoblanğan əminimizin adaki hayatımızın ən qimmatli nərsini Xudaga atashqa layiq Xuda deb durub, ana shundaq hammaga layiq Xuda deb e'tirof qilgan mushaq İbrahimning cho'nqur itqodi, Xudoga bo'lgan cho'nqur tunishi, Xudoga bo'lgan cho'nqur bog'lanishini biz bu yerda ko'ra olamiz. Yani bunu mu Xudo o'zim deydi, yani yaratilish 22-bob 12-oyatga qaraymiz. Qo'ling tat, balığı çekilma, sening menga bo'lgan ixlosmanliging, yani men ixlosmanligimni tushunamiz, hamda ko'rdim. Chunki sen o'z o'g'lingni, bir tal o'g'lingni mendan ayimiding deb turib Xudodan eshitdim, ayimaydiganligini da'vatadi bu yerda. Endi uchinchisi bo'lsa İbrahimning, yani Xudo ta'minlovchi Xudo deb turib o'z og'zi bilan balasiga ham o'g'liga o'zining e'tiqodini oshkor degan mazmuni bor, yani Ey oğlum, qurbanlik qilgan qo'zini Xudo o'zi yetkazib berdi deb turib, Xudo o'zi bizning barliq muhtojliklarimizni barlig'imizni yetkazib berdi deb javob bergan. Andan keyin 13-oyat qaraydigan İbrahim atrofga qaradi, mungiz chatga ilishib qolgan bir qo'shqar uning ko'ziga cheliqdi. U berib qo'shqarni eshib, uni o'z o'g'lining o'rnida qurbanlik qilib ko'ydiribdi. Shunga bilan Yahva yera, ya'ni ta'minlovchi Xudoya deb turib shuni atidi deydi emasmi? Parvardigor ta'minlaydi degan o'xshash. Endi bu Parvardigor ta'minlaydi degan gap endi İbrahimning bir ibodatining bir nimasini ko'ra olamiz. Biz qaraydigan bo'lsak, İbrahimni Xudo chaqadi 75 yoshida. Qanon zaminiga, ya'ni o'z ko'rsatgan zaman berishga yetakladi. Darhol İbrahim qanazim bo'lgan bo'lsa bo'ldi, ocharchilik bo'ldi. Ammo ocharchilik bo'lgan vaqtda İbrahim Misrga tushganiki u nurg'un mol varan, dedaydan tortib nurg'un besat mol dunyo olib keldi, shundaqmi?
Әні шындақ ісіл нәге баса İbrahim өзінің алқы мал дүниясы болсын, дедәқтін татып, әмінімізі нәге баса, Құда оныңға башқа падишалар ұшырашқан, mesela Abimələkləmi onun qavaqdıdım şundaq, Mısırға бағандым şundaq, ular padişah ordulardakılar ular nurgun qul dedək, nurgun mal varan, hər xil нәрсе, nurgun mal dünya bədi də onunğa. O İbrahim nәге basa, şundaq Құда onu təmirləb, Құда onu bayqılıb, Құда onu Her bir muhtaçlıklarını kandırıp şuna halkı özünü təminləb kelganligini İbrahim beştin keçirdi. İbrahim her jayga baganda hatta jan qilganda bolsun, näge bolsun Xudoning qudratini, ulug'ligini, ta'minlaganligini, o'zi uchun jan qilganligini, o'zi uchun shon sharaf, ya'ni o'zi uchun g'alaba keltirganligini, näge bo'lsa İbrahimga Xudo yor bo'lib, Xudo uningga baxt taqalgan İbrahim o'z beshidan kechirdi emasmi? Shuning o'xshash Xudoning bu yerda Xudo ta'minlaguvchi Xudo deyish orqali o'zining hayotidagi barcha hammani ana shu ta'minlaguvchi, ato qilguvchi Hayatının mənbəsi, günlük turmuşunun mənbəsi, günlük turmuşunun təminləyicisi, günlük turmuşumuzga barlıq nərsini ato qiluvchining faqat Xudo ishkanligini, ya'ni bu yerda o'g'li ham bundaq deyish orqali İbrahimning yana bir Xudo bo'lgan cho'nqur tunishini biz bu yerda ko'ra olamiz. Ya'ni İbrahimga nisbatan Xudo bo'lsa, o'zining barlig'ini ta'minlaguvchi, yetkazib berguvchi, muhtojlikni qondirguvchi, ana shunday Xudoligini bu yerda e'tirof qilganini ko'ra olamiz. Endi ana shunda Xudo bo'lgan tunishi va shunday xalqi ibodatini aytgandan keyin Xudoga bo'lgan ya'ni bu İbrahim bilan Xudoning munosabatini, shunday biz cho'nqurligini, qanchalik cho'nqurligini İbrahim bilan biz keyin qilsak İbrahimni biz Zaborda o'qisak İbrahim bilan Xudoning do'st. Xudo İbrahimning do'stim degan o'sha shu qadar yaqin munosabatni o'rnatganligini biz ham ko'ra olamiz. Davudga qaraydigan bo'lsak, Xudo Davudga qanday baho bergan? Davudga bo'lsa, ya'ni men ko'nglimdagidek ishlarni qilgan, ko'nglimga yoqqan ishlarni qilgan, ko'nglimdagi ishlarni qilgan xizmatkorim deydi. İbrahimda bo'lsa do'stim degan nimalar bor. Nimada bo'lsa, Musa payg'ambar bilan Yeshuvani, Musani bo'lsa, mening qulim, mening xizmatkorim, mening ko'nglimdagidek xizmatkorim, vazirim degan o'sha shashnaqa qulim deb turib, nihoyat o'zining xizmatini, o'zi Xudoning bergan vazifalarini, xizmatlarini bajo keltirgan Xudoning ko'ngildagidek xizmatkor ekanligini degan o'sha har bir payg'ambarlarga bo'lgan Xudo o'zining bahosini biz ham ko'rib o'ta olamiz. Xudoning shunday bahosi orqali shu odamning Xudo bilan qanchalik cho'nqur munosabatda, Xudoga qanchalik bog'lanib, o'zini Xudo qanchalik atab, Xudo bilan qanchalik darajada bog'lanib yashagan shu odamning bir umridagi nimasini ko'ra olamiz degan o'xshash. Mushlar orqali biz o'zimizni tekshirib o'tishimizga to'g'ri keldi. Menga nisbatan Xudo kim hisoblandi? Xudoni men tunigan Xudo qanday Xudo? Mening hayotimda men e'tirof qiladigan, men boshqalarga ta'riflay oladigan Xudo qanday Xudo? Mening Xudoyim kim? Mening Xudoyim qanday Xudo? degan o'xshash kunda biz shunday savollar orqali biz kunlik turmushimizni boshlaydigan bo'lsak, bizning hayotimizda butunlay o'zgarishlar bo'ldi deb buni men aniq deya olaman. Shunga o'xshash biz Xudoning huquqi, Xudoning kimligiga bo'lgan bizning tunishimizning mush orqali ham cho'nqur, texmi cho'nqur, kun siri texmi cho'nqurlab ma'sha tilakdoshman. Endi keyingi mazmunga qaraydigan bo'lsak, ya'ni Xudoning İbrahim baxtda taqilishi. Qaraydigan bo'lsak, albatta shu 12-bobdan toki 22-bobgacha har vaqt Xudoning İbrahimga taqan baxtda taqilishlari bor. Qanday baxtlarni taqanliklari bizga ko'rib o'tdik degan o'xshash. Biz qaraydigan bo'lsak, cho'ng tarafdan 3 ga yig'inchoqlarimiz birisi baxt. Yani sana baxtda taqilmay, san orqali boshqa millatlar baxtga erishdi, sana baxt tilaganlar baxtga erishdi degan shu 12-bobdan boshlab biz baxt bor, ya'ni baxtda taqilib namunlik qilman, kishilar sani qilib baxt topdi degan shu baxt va'dasi bor. Undan keyin birisi bo'lsa avlod va'dasi, ya'ni sening urug' avloding ko'payib ularni cho'ng bir xalq qilman, ularni yulduzday sanoqsiz, qumday sanoqsiz degan o'xshash. Undan keyin birisi bo'lsa zimin. Mana men bu ziminni, ya'ni sening avlodingga taqilman deb turib 12-bob 7-oy tunji qatim qanan ziminni taqila olam degan bo'lsa, yine bara onga solga mengib baq, kezib baq degan o'xshash mazmunlar bor. Men material qarasang yozib qo'ydim, mana shu mazmunlarni. Bara qanday konkretlashgan mazmunlarni biz ko'rib o'tgan. Shunga o'xshash baxt, avlod, zimin va'dalari bor. Biz qaraydigan bo'lsak, İbrahimning ustida faqat Ishoq avlodning faqat bir kichikdan bir qadimi bo'lgan Ishoqni ato qilganligini ko'ra olamiz. Baxt albatta İbrahimga baxt ato qilib, baxt tilashni ham biz Abimələkning ordadagilar baxt tilash orqali ularni tug'utidan
tug'mas qilgandan keyin qaytadan Xudo bilan tug'mas qilganda qaytadan ularni tug'alaydigan farzand ko'ralaydigan qanamiz meni ibrohim orqali boshqalar baxt taqamiz buni asli ko'rgandik. Endi ibrohim bo'lgan bu baxt biz qaraydigan bo'lsak Davud davriga kelgan vaqtida butunlay hamda to'lig'iroq amalga oshganligini ko'ra olamiz. Masalan zimin va'disimi garchi isroillar qanon ziminiga kirib Misrdan chiqib qanon ziminiga kirib ziyarlarni egallagan bo'lsin lekin to'liq egallamaganligini ibrohim degan sening avlodlaring 400 yil qulluq yashaydi 400 yildan chiqqandan keyin men ularni falan zimini mana qanon ziminiga kirib ular egaldiman u yerdagi 7 qabila var shularni yo'qitib shularni zimini egallaydi degan emas lekin isroillar misrdan chiqib qanon ziminiga kirgandan keyin 7 qabilani to'liq yo'qotgan vaqtida Davud davriga kelgan vaqtida shuning uchun ham zimin degan vaqtida shu Davud davriga kelgan vaqtida zimin va'dasi to'liq amalga oshgan bo'ldi. Avlod degani hamda shu Musa payg'ambar davrlarda ularning qanchalik ko'payganligini biz ko'ra olamiz. Shu vaqtlarda xeyli amalga oshganligini ko'ra olamiz. Endi baxt va'dasi kelgan vaqtimizda Ibrohim ustidimi endi bu baxtning har bir ya'ni Xudoning ya'ni Xudoga yaqin yashagan hamma odamning ya'ni baxtli bir inson ekanligini ular Xudoning qanday baxtda taqalimiz ko'rib o'ta olamiz. Ya'ni davomli ko'rsak ham shuni bila olamiz yana o'xshash. Ana shunda ham Ibrohim bergan va'dalarning hammasining to'liq amalga oshmagan lekin oz bir qismlarining qanday buning ibrohimning hayotida amalga oshganligini biz ko'rib o'tdik desam bo'ladi. Lekin endi bu yerda bir nima qaraydigan bo'lsak Parishda yine 16-oyat qaraydigan 15-16-oyat qaraydigan bo'lsak Parvardigor parishtasi ikkinchi qatam osmonda Ibrohimga Parvardigor deydiki sen suyimli bir tal o'g'lingni ayamagan ekansan men o'z nomim bilan qasam qilman deb turib Xudo o'z nomi bilan qasam qilib Ibrohimga baxt ato qildi. Biz İbraniler 6. bab 13-15 bablar 13'ten 15. ayetler qaraydigan bo'lsak, Xudodan ustun turgan hech kim bo'lmag'achqa Xudo Ibrohim va'da qilganda o'z nomi bilan qasam qilib, "Sen baxtda taqilib nurg'onlardan beriman" dedi. Shuning uchun Ibrohim sabr taqat bilan kutib Xudoning va'dasiga erishdi deydi. Biz qaraydigan bo'lsak, İbraniler biz itqod bobi bor, 11 bab. Shaq qaraydigan bo'lsak, ular o'z hayot vaqtida bu Rastıllam ular Xudoning va'dasiga to'liq erishgan yo'q. Ular faqat arishdiki yurtiga bo'lgan tashnaligi bilan Xudoning aman bir kun ularga ataqan baxtning amalga oshirganligiga ishonch umidi bilan yashadi degan o'xshash narsalar bor. Shuning uchun Ibrohimmi Xudo o'z nomi bilan qasam qilib Ibrohim baxtga taqganda albatta o'zining hayotida garchi bu kichikdan bir narsani ko'rgan bilan ana shunda qumday sanoqsiz farzandlarining cho'qim amalga oshganligini, yulduzday sanoqsiz avlodlarning barligi kildiganligi bo'lgan umid va ishonchining Xudoning ularni barhaq amalga oshirganligi bo'lgan umid va ishonchini bular orqali ya'ni biz ko'ra olamiz. Ya'ni İbraniler 6. bab 7. oyatda shuningdek Xudo o'z va'dasiga erishgan kishilarga o'z irodasining o'zgarmaydiganligini ochiq bildirish uchun va'da berganda qasam qildi dedi. Abayim dedik İbrahim Xudoga o'zining o'g'lini ato qilgan vaqtida ham ana shunday o'ziga va'da bergan Xudoning o'zi bilan ahd tuzgan Xudoning o'ziga qasam qilgan Xudoning barhaq ularni amalga oshirganligi bilan qilchi ishkilanmaydigan ishonchini Xudo bo'lgan shu qadar ishonchini ko'rsatgan Ibrohim ham Xudo shu oxirsida Xudo Ibrohimga baxt ato qilgan ya'ni nurg'on avlodlarni beraman, osmondagi sanoqsiz yulduzlardek dengiz sahilida qumdek ko'p bo'ldi, ular dushmanlarning shaharlarini ishg'ol qildi deb turib degan vaqtida ham oldida dedi sening avloding 400 yil qulluqdan chiqib dushman ya'ni o'sha 7 qabilaning ziminlarini qanday egallaydiganligini degan vaqtlarda ham hozir ham shularga markazlashtirib hammasini markazlashtirib Xudo shuna baxt ato qilgan vaqtida Ibrohimning ham bu qasam bilan Xudoning o'z nomi bilan qasam qilgan mushunaq vaqtida ham Ibrohimning mushu Xudoning mushu va'dalarini amalga oshirishga qodir ekanligi bo'lgan ishonchini ham Xudoning va'dasiga bo'lgan ishonchini bu yerda ham ko'ra olamiz. Shun qisqacha xulosalasak İbraniler 6. bab 18. oyatda mushu mazmunlarni ham aniq ko'rinish qilib Xudoning bizga bergan va'dasi va qasami hargiz o'zgarmaydi. Chunki Xudo yolg'on so'zlamaydi. Shunga Xudodan panohlanayotgan bizlar uning va'dasi va qasamidan ko'p ilhomga erishib, ko'z oldimizga umidda ishonch bilan chang tura olamiz. Deb, ya'ni biz bog'lagan umid, bizning umidimizni bog'lagan Xudoyimizning o'z va'dasini amalga oshirgan Xudo ekanligini,
va'disi va qasami hargiz o'zgarmaydi. Xudoning og'zidan chiqqan so'z, Xudoning bizga bergan va'da, Xudoning bizga amalga oshirmaydigan so'zning cho'qim barhaq amalga oshirganligini, Xudo hargiz yolg'on so'zlamaydiganligini bizga bu yerda ham ta'kidlab o'tadi. Shunga o'xshash har birimizga bergan Xudoning va'dalari, Xudoning so'zlari bo'lishi mumkin. Biz oldin qatim oila to'g'risida biz deyishgan mazmunlar bor. Shunga o'xshash bizning aramizda bo'ytaq nurg'unlarimiz bor, lekin Xudo bizni bizning mushuna qarindoshlarimizga ham va'da bergan bo'lsa, Xudo mayli biz hozir atrofimizda o'zimiz yolg'iz, hech bir atrofimizda hech qanday bir e'tiqodchilar bo'lmagan taqdirda biz o'zimiz yolg'izdek, Xudoning shu va'dasi bizdan shu qadar yiroqdek his qilgan vaqtlarimiz bo'lsa-mu, lekin biz har vaqt Xudoning va'dasi turg'ichi, va'dasining hargiz o'zgarmaydigan Xudo ekanligini, Xudoning hargiz yolg'on so'zlamaydigan ishonchi Xudoligini bizning ishonib turib saqlagan vaqtimizda Xudoning hamma qodirligi bilan ana shu va'dasini bizning hayotimizning ustida qanday amalga oshirganligini ko'ralaydiganligimizni biz hayotimiz bilan boshdan kechira olamiz. Shuncha biz hozir hayotimizda qanday jarayonlarda, qanday bosqichlarda o'tayotgan bo'layli, lekin bizga va'da bergan, bizni elib chiqqan, bizni qulluqdan, gunohdan elib o'zining so'ziga, o'zining huzuriga, o'zining shunaqa dargohiga, o'zining farzandim deb turib bag'riga bosgan Xudoning bizning hayotimizda har kun o'zining ana shu va'dalarini, qasamlarini, bizga bergan shu ishlarni amalga oshirish uchun har kun to'xtamasdan Xudo deydimiz. Men hargiz Isroillarni chaqirgan Xudo uxlamaydi, hargiz uxlab yotmaydi, Isroillar uchun ish qildi degan mazmunlar bor. Konatni o'qisanlar shunga o'xshash bizni ham chaqirgan Xudo kecha kunduz bizning uchun hamma ishlarni bizning manfaatimiz uchun o'rinlashtirib, kunda bizning uchun har ishlarni, har yo'llarni ochib bizning uchun tayyorlayotganligini, bizni yetaklash uchun har vaqt bizga ta'mirlayotganligini biz buni tunib yetib, har vaqt bizni chaqirayotgan Xudoga kunda biz Xudoga talmirib, Xudoga biz o'zimizni talmirib turib, Xudoga javob qaytarishimizni, Xudoga qarashimizni, Xudoning so'zini anglashimizni men umid qilaman desam. Ana oxirsida bayon degan o'xshash 22-bob 20-oyatdan 24-oyat bo'lsa, Isahning ayoli Ribaqaning jamoati deymizmi, kelib chiqishi degan o'xshash mazmun. Ya'ni Ribaq Bituil bo'lsa, Ribaqaning otasi degan o'xshash mazmun bor. Shu o'xshash ham bu mazmunni Ribaqaning, ya'ni Isahning o'linishiga oid mazmunda buni texnik konkret ko'ra olamiz. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmunni shunday ham oddiroq ko'raylik, lekin endi hammanglar bu Ibrohimning e'tiqodi orqali İbrahimning hayotini men oldin qatim dedim, İbrahimning hayotini bir qatim xulosalab chiqsanglar ham yaxshi dedim. Qilganlarim bo'lishi mumkin. Shuncha İbrahimning hayotini, ya'ni shu yaratilishdagi İbrahimning hayotini ko'rish orqali o'zinglarning hayoti bilan solishtirib, o'zinglarning hayotini ham bir qatim ko'rib chiqsanglarmi, bu nihoyatda bir yaxshi bir ish bo'ldi. Ma'qul hamsi qarindoshlar, bugungi mazmun shunchalik bo'lsin. Hammanglarga Xudodan kelgan aql farosat, Xudoning so'ziga bo'lgan tashnalik, Xudoning so'ziga bo'lgan intilgan bir qalbni Xudoning sizlarga ato qilishini tilayman. Biz ham keyingi sonda ko'rishaylik. Hammanglar omon bo'linglar.